قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي. Assalamu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 6-darsni o'qiymiz. Endi bugungi darsimizdagi asosliq sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan mazmunlar biz yana shu zahabani pishiq o'rganishimiz kerak. Ya'ni fe'llarni 14 turga turlashni bugun yana sizlarga qayta bir ta'kidlab o'tmoqchi. Biz ilgirki darsimizda aslab o'tgandek bu 14 xil shakli 3 harflik har qanday fe'lga tushadi. Ya'ni zahaba, zahaba, zahabu. Masalan, jalasa, jalasa, jalasu. Kharaja, kharaja, kharaju. Daraba, daraba, darabu. Deganga o'xshash 14 xil siga deymiz, ya'ni qurilmaga 3 harfdan tarkib topgan har qanday fe'lni mush xil qurilmaga sab o'zgartib jumlada ishlatsak bo'ladi. Endi biz buningki ma'nosini ishlatish o'rnini ilgirki darslarimizda o'rganib bo'lgan, qolgan buning tafsilotini darsimizda o'rganamiz. Endi ikkinchi qilib o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun nima deganda, endi mushu xil nuqtaga diqqat qilmoqchi. Masalan, endi biz Qur'onda va undan boshqa ba'zi bir boshlang'ich saviyadagi bolalarga tuzilgan kitoblarda zavar zir harfi qo'yilgan bo'ladi. Bunda vaqtda buningda hech qanday bir masala chiqmaydi. Masalan, zahabta bo'lsa, badang san Zahabti bo'lsa badang san ayol. Ya'ni zahabta er, zahabti ayol. Zahabat bo'lsa badi u ayol. Zahabtu badi man deganga o'xshash buningki fa'ilni ayirib olaymiz. Masalan, zahabta desak badang san fa'ili ta. Zahabti fa'ili ti, yani badang siz. Zahabat badi u ayol. Demak, buning fa'ili tigida yushurun. Zahabtu badi man deb buning fa'ili man. Demak, bu zavarziz oshkor bo'lsa bu nihoyatda oson. Endi buning zavarziz oshkor bo'lmasa-chu, buning zavar kamidi, anında zir kamidi, buningda sukun kamidi, anında pesh kamigan bo'lsa, buni qanday ayiramiz deganda, buni oldidagi va keyindagi so'zlarga qarab turib ayiramiz. Masalan, anta zahabta deganga o'xshash so'z kelib qolsa, bu cho'qim zahabta ekan deb ayiramiz. Anti yoki shuning o'xshagan ayollikqa munosabatli bir so'z kelgan bo'lsa, buningga bu zahab ekan deb jumlaningki bosh oyoq qarab ayirsak bo'ladi. Zahabat u, zahabtu man deganga o'xshash. Ya'ni savol so'rgan bo'lsa yoki jumlaning beshidagi xitoblarga qarab turib, buningki erlik, ayollik yoki g'oyib uchinchi shaxs ayollik yoki birinchi shaxs mutakallim shuni ayirsak bo'ladi. Endi o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun nima deganda, biz buni ilgirki darslarimizda so'zlab o'tgan, savol bo'lishliq shaklda so'ralgan bo'lsa, agar buning bo'lishliq shakliga biz qo'shilmoqchi bo'lsak, na'am, agar buning bo'lishliq shakliga biz qo'shilmaydiganligimizni bildirmoqchi bo'lsak, buningga la bilan ifodalaydik. Endi masala savol bo'lishliq shaklda emas, savolning o'zi bo'lishsiz shaklda so'ralgan. Bunday savolga qanday javob beramiz? Masalan, darsni tushundingizmi desa, tushundim demoqchi bo'lsak, na'am deymiz. Endi darsni tushunmadingizmi dedi. Savol qanday shaklda so'raldi? Bo'lishsiz shaklda so'raldi. Ya'ni darsni tushunmadingizmi? Endi siz tushundim demoqchi. Ya'ni tushunmadingizmi degan savolni siz yo'qqa chiqarmoqchi, tushundim demoqchi. Bunda bo'lsa bunga nima deb javob beramiz? Bala deymiz. Yo'qay, qanday qildim? Tushundim. Agar buningga siz darsni tushunmadingizmi desa, biz na'am deb javob bersak nima bo'ladi? Ha, tushunmadim deganlik bo'ladi. Qaraydigan bo'lsak, afahimta darsa Ali. Ali, darsni tushundingizmi? Na'am, fahimtuhu. Shundoq, uni qanday qildim? Tushundim. La, ma fahimtuhu. Yo'q, uni tushunmadim. Ama fahimta darsa Ali. Ali, darsni tushunmadingizmi? Endi tushunmadim demoqchi bo'lsak nima deymiz? Bala. Tushundim-da. Bunda bu bo'lishsiz shaklda so'ralgan bo'lg'achqa biz buni yo'qqa chiqarmoqchi. Unda shunday deymiz: bala, yoqay, fahimtu. Uni qanday qildim? Tushundim. Endi tushunmadim demoqchi bo'lsak bunga na'am. Shu bo'lishliq shaklga biz qo'shilamiz. Ya'ni na'am ma fahimtu. Shunda uni qanday qilmadim? Tushunmadim. Xo'sh. Bundaki o'rgatmoqchi bo'lgani, endi biz ilgirki darsimizda
sanaq sonlarninki 1dan tortib 10 qadar, 10dan tortib 20 ga qadar bo'lgan aylik shaklni o'rgangan. Aylik shaklni. Ya'ni endi qisqacha eslab o'tsak, 1-2da sanalg'uchi aylik bo'lsa, sanma aylik keladi. Sanalg'uchi ayolliq bo'lsa, sanmachi ayolliq keladi. Masalan, talibun vahidun. Bir o'g'il o'quvchi aylik shaklda. Bir qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak, talibatun vahidatun. Ikki o'g'il o'quvchi demoqchi bo'lsak, talibani ithnani. Ikki qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak, talibatani ithnatani. Mana shunga o'xshash. 3dan tortib 10 qadarcha desa, sanamoqchi bo'lgan narsa aylik bo'lsa, san ayolliq, sanamoqchi bo'lgan narsa ayolliq bo'lsa, san aylik keladi. Masalan, 3 o'g'il o'quvchi demoqchi bo'lsak, ne deymiz? Falasatu tullabin. Sanalg'uvchi ko'p holatda keladi. Falasatu tullabin. Falasatu deb san qanday keldi? Ayolliq keldi. Sanalg'uvchi aylik bo'lganlik uchun. Endi sanalg'uvchi ayolliq bo'lib qolsa desa, san aylik keladi. 3 qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak, ne deymiz? Thalathu talibatin. Ya'ni thalathatu deb ekanmidik. Nimishqa? Thalathu aylik shaklda. Chunki sanalg'u qanday shaklda? Sanalg'uchi ayolliq shaklda. Bu 10 qadar shunda ma'noda. Endi 11 qadar 11dan tortib 20 qadar cho'q desak, 11dan tortib 20 qadar yana o'xshash 11 12da ikkili xonasi sanalg'uchiga mas holatda keladi. Ya'ni aylik bo'lsa aylik, ayolliq bo'lsa shu ayolliq shaklda keladi. Masalan, 11 o'g'il o'quvchi demoqchi bo'lsak, ahada ashara taliban. 11 o'g'il o'quvchi. 11 qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak-chu, 11 qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak, nima deymiz? Ikkili xonasi ayolliq shaklda keladi. Masalan, nima deymiz? Ihda ashrata talibatan. 11dan tortib yuqorilarda sanalg'uchi qanday shaklda keladi? Birlik shaklda keladi, zo'r holatda. Ya'ni ihda ayolliq shaklda keldi. Ashrata ayolliq shaklda keldi. Talibatan qiz o'quvchi bo'lganlik uchun. 12 da cho'q desa, ifna ashara taliban. 11 12 o'g'il o'quvchi dedik. Taliban o'g'il o'quvchi bo'lg'achqa ifna ayolliq shaklda, ashara ayolliq shaklda keldi. Endi shu talibatan qiz o'quvchi bo'lib qolsa-chu, ifnata ashrata talibatan. Demak, 11 12da sanalg'uchi aylik bo'lsa, sanning ikkili xonasi aylik, sanalg'uchi ayolliq bo'lsa, sanning ikkili xonasi ayolliq shaklga keladi. 11 12da. 13dan tortib 20 qadar qanday bo'ladi deganda, sanalg'uchi aylik bo'lsa, sancho sanning birlar xonasi aks keladi, ya'ni ayolliq shaklda. O'nlar xonasi mas holatda keladi. Masalan, 13 o'g'il o'quvchi demoqchi bo'lsak, salasata ashara taliban. Qarang, taliban o'g'il o'quvchi, birlar xonasi ayolliq shaklda aks keladi. O'nlar xonasi ashara aylik shaklda. Demak, 13dan tortib 20 ga qadar sanalg'uchi aylik bo'lsa, sanning birlar xonasi ayolliq, o'nlar xonasi aylik holatda keladi. Agar sanalg'uchi ayolliq bo'lsa, sanning birlar xonasi aylik, o'nlar xonasi ayolliq. Demak, aylik narsani sanamoqchi bo'lgan vaqtda birlar xonasi akscha, o'nlar xonasi mas holatda, ayolliq shakldagi narsani sanamoqchi bo'lgan vaqtimizda, buningda shu sanalg'uchining birlar xonasi akscha, o'nlar xonasi mas holatda keladi. Qaraydigan bo'lsak, 13 taliban, 14 taliban. Hammasi o'g'il o'quvchi bo'lg'achqa birlar xonasi ayolliq keldi. O'nlar xonasi mas holatda keldi. Endi sanalg'uchi ayolliq bo'lib qolsa-chu, biz bayatni tushuntirib o'tgan 11-12da ikkili xonasi mas holatda keladi sanalg'uchiga. Ya'ni aylik bo'lsa aylik, ayolliq bo'lsa ayolliq. Ya'ni talibatan qiz o'quvchi bo'lg'achqa 11 talibatan. Talibatan qiz o'quvchi bo'lg'achqa 12 talibatan. İthnata ayolliq shaklda, ashrata ayolliq shaklda. Ihda ayolliq shaklda, ashrata ayolliq shaklda. Ya'ni oxirida nima bor? Ayolliqning ta'siri bor. Xo'sh, 13dan tortib talibatan sanalg'uchi ayolliq bo'lg'achqa birlar xonasi aks keladi. Ya'ni sanalg'uchi ayolliq bo'lgan ekan, birlar xonasi aylik. Ammo o'nlar xonasi mas holatda keladi. Masalan, 13 o'quvchi demoqchi bo'lsak, 13 talibatan. 13 qiz o'quvchi. Ashrata aylik, 3 aylik, 10 ayolliq mas holatda keldi deymiz. Bu 20 qadar shundaq ma'noda. Ya'ni sanamoqchi bo'lgan narsa ayolliq bo'lgan vaqtda birlar xonasi aylik, o'nlar xonasi ayolliq mas holatda keldi deymiz. Qaraydigan bo'lsak, 14 taliban,
طالبة 15 طالبة 16 طالبة 17 طالبة 18 طالبة 19 طالبة 20 طالبة. Xo'sh, endi 20 da 20 bu bir xil holatga keladi. Erlikmi 20, ayollikmi 20 holatga keladi. Xo'sh, sizlar bu erlik va ayollik sonlarni sanashni to'liq tushunib bo'lgandan keyin buni sizlar pishiq yodlaysizlar. Xo'sh, endi bugungi darsimizdagi asosli mazmunlar shu. Qolganchilik qolgan taraflar bo'lsa, buni biz dars oraliqida tushuntirib boramiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Al-kalimatul jadida. Yangi so'zlar. Majallatun jurnal. Majallatun jurnallar ko'pligi. Rakibun yo'lovchi. Yo'lovchi. Shaqqatun bino uy. Bu yer yuzidagi uylarni ko'rsatmaydi, faqat binodagi uylar ko'rsatiladi. Imaratun bina, imorat bina. Sinnun tish. Asnanun tishlar. Kalimatun so'z, kalimatun so'zlar. Suratun sura, suvaru surlar, ya'ni Qur'on Karimning suralari. Jaa keldi. Pila bu keldi, o'tgan zaman pili. Buni biz o'tgan soatda va bugungi darsimizda aslab o'tgan qoida bo'yicha turlaymiz. Kava dazmolladi. Dazmolladi. Xo'sh, unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sadisu. 6. dars. Al-um. Mata raja'ta min al-madrasati ya bunay? Balam, maktabdan qachon qaytdingiz? Bunay, ibnun bala. Bunay bo'lsa, shuni erkalatma shakli. Erkalatma, balalarni erkalatgan vaqtimizda bunay deymiz. Buni balakam degan ma'nolari bor. Raja'tu qabla nisfi sa'atin. Yarım saatdan ilgari qaytdim. Ayna uxtuka Maryamu? Qiz qarindoshingiz Maryam qayerda? Ama raja'at qaytmadimi? La adri, bilmayman. Ana ma ra'aytuha. Men uni ko'rmadim. Maza qara'ta al-yawma? Bugun nima o'qidingiz? Qara'tu al-yawma darsan jadidan fil fiqh. Bugun fiqhda yangi dars o'qidim. Fi'ning ma'nosi data ichida shundaqla to'g'risida degan ma'nosi va munosabatlik to'g'risida, ya'ni fiqh to'g'risida yangi dars o'qidim. Afahimtahu? Uni tushundingizmi? Qaranglar, alif istifhom. Fahima tushundi. Ta siz. Hu uni. Uni siz qanday qildingizmi? Tushundingizmi? Na'am fahimtuhu jayidan. Shundaq uni yaxshi tushundim. Ama qara'tal Qur'an al-yawm? Bugun Qur'on o'qimadingizmi? Bu savol bulusiz shaklda so'raldi. Endi o'qidim demoqchi bo'lsak deymiz? Bala, yo'qay, ya'ni qara'tu suratar rahmani va hafiztuha. Sur Rahmanni o'qidim va hafiztuha va uni qanday qildim? Yodladim. Biz darsimizning 5-so'zlab o'tgandek, qaranglar. Qara'tadagi fe'lda hech qanday bir harakat berilmadi. Hafiztadagi mucho harakat berilmadi. Endi qara'tu deb o'qidik biz buni. O'qidim men deb. Buni nimaga asosan nima uchun qara'ta demidik? Nima uchun qara'at demidik? Chunki savolni so'radi demadi. Agar qara'ta yoki qara'ti desak, buningga munosabatsiz bo'lib qoldi. Demak, buning harakatini biz jumlaning bosh oyoq qarab ayiramiz deganimiz mana shu. Qara'tu suratar rahmani va hafiztuha. Sur Rahmanni o'qidim va uni yodladim. Fa fariha biyal mudarrisu kathiran. Fa bu an degan gap, an xushal bo'ldi, fariha xushal bo'ldi, bi men bilan, ya'ni men bilan kim? Al mudarris o'qituvchi kathiran bak. O'qituvchi mendan nihoyatda xushal bo'ldi, xursand bo'ldi. Va qala va dedi innaka ahsanu talibin fil fasli. Siz sinfdagi eng yaxshi o'quvchi. O'quvchining yaxshiroqi. Ahsanuni biz o'rganib o'tgan bu qanday? Oshur musbat. Oshur musbat. Ahsanu. Siz o'quvchining qandaysi? Eng yaxshisi. Mashaalloh. Zadakallohu ilman ya bunay. Balakam, Allah ilmingizni
ziyoda qilsin. Maşallah. Agasalti qumsani ya ummi. Ana, ko'nglikimni yudingizmi? Na'am, ghasaltuha wa kawaytuha. Shundaq, uni yudim va uni qanday qildim? Dazmolladim. Khudh hadal qamisa. Bu ko'nglikni tutung, xuz deganimiz. Hati qanday qiling? Akiling. Hat bo'lsa keltiring degan hati ayollik shakli akiling. Hati zaka ya ummi. Ana ashuni akiling. Zaka ajmalu min hada. Aw maningda muqandaraq chiroyliqroq. Ashu musbat. Tadkhulu Maryam. Maryam kiradi hamda mush paytda. Assalomu alaykum. Kayf haluka ya ummi? Wa kayf haluka ya akhi? Assalomu alaykum. Ana ahvolingiz qandaq? Qarindishim, ahvolingiz qandaq? Wa alaykum assalam. Ahlan ya binti. Mata kharajti min al-madrasa? Wa alaykum assalam. Qizim, xo'sh kelibsiz. Maktabdan qachon chiqdingiz? Kharajtu ba'da salat az-zuhr. Peshin namozdan keyin qada qildim? Chiqdim. Ayna zamilatuka Aminatu va Fatimatu va Suadu? Savoqdoshlaringiz Amina va Fatima va Suad qayerda? Ma ra'aytuhunna ba'da as-salat. Namozdan keyin ularni ko'rmadim. Ya binti, akhuka hafiza suratar Rahman. Ayya suratin hafizti anti? Qizim, akhuka qarindishingiz Sur Rahmanni yodildi. Ayyu suratin hafizti ant? Siz qaysi surani yodildingiz? Ayya qaysi? Sura. Suraning qaysini yodildingiz siz? Ana hafiztu suratal Hadid. Men sur Hadidni yodildim. Va hiya atwalu min suratir Rahman. O suratul Rahmandan qanda uzunroq. Ashur musbata. Biz buni ilgari darsimizda tushunib o'tgan. Wa kadhalika hafiztu 16 ayatan min suratin Naba. Va ashuningdek Sura Naba'dan 16 oyatni qanday qildim? Yodildim deydi. 16 aya. Aya 16 oyat. Oyat oxirida ayollikning shakli bor. Ayollikqa tava ism bo'lg'achqa, buning birlar xonasi aylik shaklda 6 deb keldi. Onlar xonasi mas holatda keldi. 16. Maşallah innaka talibatun mujtahidatun. Ana masrurun bik deydi. Azahabti ila al-maktabati al-yawm. Maşallah, siz haqiqatan tirishchan o'quvchi. Ana masruratun bik. Men sizdan nihoyatda xushal. Xushal. Azahabti ila al-maktabati al-yawm. Bugun kutubxonaga bordingizmi? Na'am, zahabtu. Shundaq bordim. Maza qara'ti hunak? U yerda nima o'qidingiz? Qara'tu majallatan min Pakistan ismuha al-Islam. Pakistanning bir jurnalini o'qidim. Onun ismi İslam. Abil-lughatil arabiyyati hiya? O Arab tildimi? La, hiya bil-lughatil ingliziyya. Yo'q, o ingliz tilda. Azahabti ilal mudirati? Mudirning qashig'i bordingizmi? La, ma ja'at hiya ma ja'at al-yawm. Yo'q, o bugun qanday qilmadi? Kelmadi. Qarang, asli ma ja'at ayollik shakli shunday. O ja'a keldi, u bo'lsa ja'at bo'lsa keldi, u ayol degan bo'ladi. Endi bu sakin. Keyinda bir alif lamning ismi kelib qoldi. Bu alif lam ilgirki harfni qo'shishni talab qiladi. Endi buningga sakinlik harfni qo'shish uchun buni bir harakat berishga to'g'ri keladi. Qanday harakat beramiz? Zir. Ya ma ja'atil yawma. Lima nima uchun? Asli lam ta'lil, ya'ni illat sabab uchun degan gap ma bo'lsa ma. Bu nima degan gap? Haj bo'lsa tanbihninki. Lima bu tuyuqsiz. Bu nimishqa deb tuyuqsiz holatda savol so'ramoqchi. Lima deymiz. Nima uchun? Azunnu annaha zahabat ila Makkah. Uni Makkaga ketdi deb o'ylayman. Xo'sh. Asharibta shay, çay içdingizmi? La ma sharibtu. Yo'q. Ma sharibtu içmedim. Lil xodim xizmatchiga hati shay ya Layla. Layla çay keltiring. Wa hati qit'ata khubzin aydan ya Layla. Ana jaw'a. Layla
bir parça nonni ham keltiring. Ana jav'a. Men qanda och. Jav'a degan och degan gap oyonliq shakli. Buning aylik shaklini biz mashqda o'rganamiz. Endi bu yerda tekstda yana bir eskartib qo'yilgan bir masala. Azunnu. Bu zanna degan fe'ldan kelib chiqqan. Bu bir fe'l. Buni biz o'rgangan 14 qurilmaga sab turlaymiz. Endi azunnu desa o'ylayman, gumon qilaman degan bo'ladi. Endi azunnu degan fe'lninki oxiriga anna qo'shilib keladi. Ya'ni anna o'ylayman jazman u Makkaga ketdi deb qana qilaman o'ylayman. Bu yerdagi annaga nima deb tarjima qilamiz desa, bu jumla mazmunini kuchaytiradi. Endi biz buni tarjimaga vaqtimizda deb tarjima qilamiz. Ya'ni azunnu annaha zahabat ila Makka. Uni Makkaga ketdi deb o'ylayman deb. Tamarin ko'nikmalar. Birinchisi ajib anil as'ilatil atiya. Tuandagi savollarga javob bering deydi. Xo'sh. Endi bu tekstga asosan beriladigan javoblar, buni o'zingizlar tekstni pishib o'qib olgan o'zingizlar javob bersizlar. Ikkinchisi da hadihi al-alama sahih amama al-jumal as-sahiha va hadihi al-alamatu xata amama al-jumal ghayr as-sahiha deydi. Bu to'g'ri belgisini to'g'ri jumlaning oldiga va bu xato belgisini to'g'ri emas jumlaning oldiga qo'ying deydi. Endi buni shu tekstga asosan ishlaysizlar. Qaranglar, ma farihal mudarrisu bi Sa'id deydi. O'qituvchi Sa'iddan xursand bo'lmadi, xushal bo'lmadi deydi. To'g'rimi xato? Xato. Chunki o'qituvchi uni qanday bo'lgan, aytdi, xursand bo'lgan. Buni o'zingizlar tekstga asosan ishlaysizlar. Uchinchisi, ajib anil as'ilatil atiya. Tuandagi savollarga javob bering deydi. Hadihi al-as'ilat laysat mabniyatan ala ad-dars as-sadis deydi. Bu savollar 6-darsga munosabatlik emas. Laysat emas, mabniya qurilgan degan gap asli. Bu dars 6-darsga qurilgan emas degan gap, munosabatlik emas degan gap. Birinchisi, azhabta ila al-madrasati al-yawm. Bugun maktabga bordingizmi? Buningga o'zingizlar chaqlab, o'zingizlar ishni javob bersizlar. Na'am, zahabtu deb javob bersak bo'ladi. İkincisi, mata raja'ta min al-madrasa. Maktabdan qachon qaytdingiz? Raja'tu ba'da az-zuhri. O'zimiz qolgan javob bersanglar bo'ladi. Ayya suratin qara'ta ba'da salati al-fajr. Bomdod namozidan keyin qaysi surani o'qidingiz? Qara'tu suratar rahman deganga o'xshash. Demak, bu mashqni o'zingizlar daftaringizga yozib, arabcha o'zingizlarning ichidan jumla tuzab, mas holatda javob bersizlar. Dördüncüsü, enni fil fa'ile fi kullin minel cümelil atiye vadbiti damira bir şekildeydi. Tuandaki cümlelerdeki hemistiki fa'ilni ennif ayarlık özgertin ve damirini almaşını şekil bilen bektin deydi. Hoş. Qaranglar. Eşerib teşşaya ya Hamid deydi. Ey Hamid, çayını qanday qildingizmi? İçdingizmi deydi. Bu cümledeki fa'ilni o'zgarting dedi. Bu cümledeki fa'il qani? Biz fa'ilni tepishdan ilgari cho'qim fe'lni tepishimiz kerak. Fe'lni topsak, andan biz qana qilamiz? Fa'ilni topa olamiz. Chunki ish harakat bo'ldi ekan, cho'qim uning qilg'uvchisi bo'ladi. Ey Hamid, choyni ichdingizmi deydi. Fe'l qani? Ichdingizmi? Ish harakat. Asharibta. Demak, bu yerga fe'l shariba ekan. Endi kim ichibdi? Sharibta. Ichdingiz siz deydi. Demak, bu yerdagi shariba fe'l tanimi ekan. Fa'ile. Şu çayını qanday qilg'isi ichkisi ekan. Demak, bizdan talab qilingani dal mushu fa'ilni qanday qilamiz? Ayollikqa o'zgartamiz. Buni osongo nima deb o'zgartamiz? Sharibi ti desak bo'ladi. Ta aylik sen, ti o'sha ayollik sen. Ya'ni istingizmisiz ayol bo'ladi. Ya'ni asharibi tishay ya Hamid deydi. Ey Hamid, siz qanday qildingizmi? Çayni ichdingizmi? Xo'sh. Endi biz bu yana ayollikqa o'zgartib qo'yib turib, buni ey Hamid desak bu qamlashamdi, qamlashmamdi? Qamlashmaydi. Chunki biz ayollikqa fe'lni ayollikqa o'zgartib qo'yib turib, bu endi bu biz xitob qilgan odamni ayolga qilib qo'ysak, bu qamlashmaydi. Cho'qim bu yana qanday qilamiz? Ayollikqa o'zgartamiz. Nima deymiz? Ya Amina, ya Suad deganga o'xshash xoligan bir ayollik shakldagi bir xitob qilingan shaklimiz bu yerga. Ya'ni asharibi tishaya ya Aminatu deganga o'xshash. Asharibi tishaya ya Suad. Xo'sh, tushunishib bo'ldi deymi? Ikkinchisi, akatabta darsa ya Ali. Ey Ali, darsni yozdingizmi deydi. Qaranglar. Fa'il qani? Avval fe'lni topayli. Yozdingizmi? Shirkat. Kataba fe'lken. Yozdingizmi siz? Qani fa'ili? Ta. Mushu fa'ilni ayollikqa o'zgartamiz. Nima bo'ladi?
ti yozsak bo'ldi. Akatabti darsa. Endi xitob qilinuvchini qanaqa qilamiz? Ayollikqa. Ya Suat ya Amina degan o'xshash. Akatabti darsa ya Amina. Amina darsni qanday qildingizmi? Yozdingizmi? Üçüncüsü agasalta vajhaka ya akhi deydi. Qarindishim yuzingizni yudingizmi? Yudingizmi? Siz demekçe. Gasala pil tacho faile. Biz mush payni ayollar qo'zg'atimiz. Nima bo'ladi? Agasalti vajhaka ya ukhti. Endi biz bu yerdagi payni ayollar qo'zg'atgan ekan, bu yerdagi munada chaqiruvchi uchun cho'qim ayollik bo'lishi kerak. Agasalti vajhaka ya ukhti deganga o'xshash. Endi tushungan bo'lsangiz, buni oxirini o'zingizlar o'zgartirib ishlaysizlar. Beşincisi idbitid damira bi'şekl fi kulli minel af'alil varidati fil cumelil atiye. Xo'sh, biz darsni besh so'zlab o'tgan. Endi bu jumlaning beshiga oyiga qarab turib, bu yerdagi zahaba tamu, zahabtimu buni ayıraymiz. Deydi. Tuandagi jumlalarda kelgan fe'illardagi hammasidagi fe'illarni shakl bilan damirini bekiting deydi. Qarang. Tuandagi jumlada kelgan fe'illarning hammasidagi damirini shakl bilan bekiting. Qaranglar. Ana, men, zahabtadan doq, men, badang sendan doq. Yo'q, bu mudda jumla bo'lmaydi. Nima deymiz? Ana, zahabat, men, badiudan doq. Yo'q, nima deymiz? Ana, zahabtu. Ana bo'lgan ekan, cho'qim bu qanday fe'il ekan deymiz? Mutakallim shakldagi fe'il ekan deymiz. Ana, zahabtu ilal matar. Men ayrimga bordim. İkincisi, uxti, qiz qarindishim, zahabtu. Badim men doktorxonga. To'g'rimi? Xato. Qiz qarindishim doktorxonga badim. Bu jumla xato jumla. Nima deymiz? Qiz qarindishim doktorxonga badi. Unda bo'lsa zahabat. Qanday fe'il? Uchinchi shaxs. Uchinchisi, zahabta ila al-mal'ab ya Yusuf. Ey Yusuf, maydonga zahabti desa qilishimdi. Yo'q, bu ayollik. Chunki bu yerda Yusuf er kishi. Zahabtu badim men desa qilishimdi. Yo'q, chunki bu xitob qilingancha bab yerdan. Zahabta. Ey Yusuf, maydonga bordingizmi? To'rtinchisi o'zingizlar bir ishlab boqinglar. Fatima ayollik ekan. Oltinchisi ta'ammal mayli. Biz buni darslarga so'zlab qo'ygan. Zahaba bunda shaklda kelib qolsa, ya zahabat bo'ladi, ya zahabta bo'ladi, ya zahabati bo'ladi, ya zaki zahabtu bo'ladi. Endi bu qaysi ekanligini o'qimoqchi bo'lsak, 5 jumlaning 5iga yoki oyiga, xitob qilinganchiga, munadaga qarash orqali buni biz bilalaymiz. Yettinchisi ta'ammalil misalaynil atiyin. Tuandagi ikki misolni muloyiza qiling deydi. Biz buni so'zlab qo'ygan darsning beshida. Afahimta darsa ya Ali? Ali darsni tushundingizmi? Bu bo'lish shaklidagi jumla. Na'am fahimtu. Uni qanday qildim? Tushundim. La ma fahimtu yoki yo'q, uni tushunmadim. Ama fahimta darsa ya Ali? Ali darsni tushunmadingizmi? Endi bu bo'lishsiz shaklda so'ralgan jumla. Endi tushundim demoqchi bo'lsak nima deymiz? Bala, yo'qay. Fahimtu. Uni qanday qildim? Tushundim. Endi na'am deb javob bersak, ha tushunmadim degan bo'ladi. Na'am ma fahimtu. Ha, uni tushunmadim. Bu xuddi alaysa kadalikka o'xshash, ama bo'lishsiz shaklda so'ralgan alaysa kadalikka o'xshash. 8-incisi hati as'ilatan munasibatan lil ajwibatil atiya. Tuandagi javoblarga munosib savollarni keltiring deydi. Bizga bu yerda javoblarni berdi. Javoblarga qarab turib biz muvofiq savol bilan jumlani to'ldiramiz. Masalan, na'am sharibtu deydi. Ha, ichdim dedi. Endi siz choy ichdingizmi deb savol so'ragan bo'lsa, ha, ichdim. Ne deymiz? Asharibta shay? Na'am sharibtu. Endi na'am katabtu. Akatabta dars? Darsni yozdingizmi? Na'am katabtu. Bala ra'aytu. Bala kelgandan keyin cho'qim savol qanday shaklda bo'ladi? Bo'lishsiz shaklda. Ama ra'aytal mudarris? Ama ra'aytal mudarris? O'qituvchini ko'rmadingizmi? Bala, yo'qay, ra'aytuhu. Uni qanday qildim? Ko'rdim. Balaning kelgandan keyin cho'qim buning savoli qanday shaklda ekan, bo'lishsiz shaklda ekan deb bilib olamiz. To'rtinchisi, na'am qara'tu hadal kitab fi baladi. Aqra'ta hadal kitab fi baladik? Yoki aqra'ta hadal kitab, bu kitobni o'qidingizmi degan bo'lsa, na'am. Ama qara'ta, ama qara'ta. Ama qara'ta hadal kitab, bu kitobni o'qimadingizmi degan bo'lsa, na'am ma qara'tu hadal kitab fi baladi. Ya'ni ama qara'ta hadal kitab fi baladik, bu kitobni yurtingiz o'qimadingizmi? Böyle na'am deb bilib ma qara'tu. Ha, o'qimadim.
Ha'dan keyin bo'lasiz kelgan ekan, chuqur buning savolim qanday? Bo'lasiz shaklda. Bala. Sami'tul azan. Azanni anglamadingizmi? Qolganini o'zingizlar ishlaysizlar. 9-incisi iqra'il amthilata thumma ajib anil as'ilatil atiya musta'milat damair deydi. Misalni o'qing. Ondan keyin tuandagi savollarga damairlarni, almashlarni ishlatgan holda javob bering deydi. Qaranglar. Bizga bu yerda almashlarni berdi. Hu, ya'ni bu igilik kelish shakli. Masalan, uni, uning deganga o'xshash ma'nosi chiqadi bundan. Uni, uning. Hum, ularni, ularning. Ha, u ayolning, u ayolni. Hunna, ular ayollarning, ular ayollarni degan ma'nosi chiqadi. Ya'ni bu damir muttasil, unilib keladigan shakli. Fe'llarga, ismlarga qanday qiladigan unilib keladigan shakli. Masalan, bizga misolni berdi, ha? Qaranglar. Ra'ayta Hamidan, Hamidni ko'rdingizmi dedi. Na'am, ra'aytuhu. Qaranglar. Ha, uni qanday qildim? Ko'rdim. Ra'a, ko'rdi. Tu bo'lsa ko'rdim men. Hu, uni. Ra'aytuhu, ko'rdim men. Bu cümlenin özüde fiil ba, tu faili ba, hu mef'ulun ba. Demek bu cümlede fiil, fail ve mef'ulun bih cuglaşkan. Bedik uni dep benim kürüşüm onun üstüne çıkan iken bedik hu ne buldu? Mef'ulun bih buldu. Era'ayte Hamiden ve Hishamen ve Aliyen. Hamidni, Hishamni ve Ali'ni gördünüz mü? Naam, ra'aytuhum. Şunda ulanı qanday qildim? Ko'rdim. Demek hum deb ko'plik shaklda keldik. Nima uchun? Bu yerda Hamid, Hisham, Ali qanday bo'lganligi uchun ko'plik shaklda bo'lganligi uchun. Ra'ayti Zeynaba. Zeynabni ko'rdingizmi? Naam, ra'aytuha. Shunda uni qanday qildim? Ko'rdim. Zeynab ayollik bo'lg'achqa ha, hiyaning ayollik shakli keldi, ha. Ra'ayti Zeynaba va Aminata va Su'ad. Zeynab, Amina, Su'adni ko'rdingizmi? Naam, ra'aytuhunna. Shunda ularni ko'rdim. Hunna ayollik ko'plik shaklda keldi. Nima uchun? Bu yerda Zeynep, Amina, Suat qanday shaklda bo'lganligi uchun, hammasi ko'p bo'lganligi uchun. Ra'aytuhunna deb. Xo'sh, endi misol tushungan bo'lsanglar, bundan qolganini o'zingizlar ishlaysizlar. Buningga men sizlarga bir nechta biray. Ara'ayta tullabal jududa, yangi o'quvchilarni ko'rdingizmi? Eskartib qo'ygan bir gap. Ara'ayta tullabal jududa. Nima uchun tullabaz var qildi, jududamiz var qildi? Tullabanın zıvara qoluşunun sebebi bu mef'ulun bih deyimiz. Mef'ulun bih degeni nima? İş hareket onun üstüge tushgan narsa. Ara'ayta, ko'rdingizmi? Kimni? O'quvchilarni. Demak, bu yerdagi ko'rish deganga kimni üstüge tushdi? Tullabaning. Demak, buning zıvara qolish sababi mef'ulun bih deyimiz. Jududacho bu tullabning sifati bo'lganligi uchun sifatlanguvchi nima o'qilsa, sifatcho shunda o'qiladi. Ya'ni sifatlanguvchiga ergishib zıvara qildi deymiz. Endi bunga javob bermoqchi bo'lsak, ha, qanday qildim? Ularni ko'rdim demoqchi bo'lsak nima deymiz? Naam, ra'aytuhum. Shunda ularni qanday qildim? Ko'rdim. Hum deb ko'plik shakldagi domirni kelamiz. Nimishqa? At-tullab ko'plik bo'lganligi uchun. Qolganini o'zingizlar ishlab boqinglar. 10-incisi iqra'il misalayn thumma irbid deydi. Ikki misolni o'qing, ondan keyin bog'lang deydi. Qaranglar. Ondan keyin bog'lang. Bayna kullin minal jumlatayni mustamilan anna wa'lam anna min akhawati inna deydi. Qaranglar. Misolni o'qing, ondan keyin ikki jumlaning hammasining o'rtasini bog'lang. Nimani ishlatib, anni ishlatgan holda. Ve bilen anna inining qarindoshlarining qatori deydi. Xo'sh, endi biz annani ishlatgan holda bu yerda misoldagi o'xshash jumlani bog'laymiz. Endi shuni eskartib qo'yishlikki anna inining qarindoshlarining qatoridan deydi. Xo'sh, bu inining qarindoshlarining qatoridan bo'lsa nima bo'lmoqchi? Inna biz darsimizninki ilgirki darslarimizni so'zlab o'tgandek, inna mubtada xabarlik jumlaning beshiga kirib, mubtadani o'zining ismisi qiladi. Buning grammatikadagi ismi o'zgaradi. Bu inning ismisi bo'ladi. Xabar, buni xabar demaymiz, inning xabari deymiz. Endi buning qanday o'zgarishlar bo'ladi deganda, inning ismisi nima o'qiladi? Zavar o'qiladi. Xabarchi pash o'qiladi. Qarab baqali, huwa maridun. U kasal. Bu jumlada huwa iga, ya'ni mubtada bo'ladi. Iga. Jumlaning nimasi? Igasi, mubtadasi. Maridun xabar. U kasal deb qanday qildik? Jumladan xabar berdik. Maridun nima uchun pash o'qildi? Xabar bo'lganligi uchun. Mubtada nima qiladi? Pash o'qiladi. Huwa bu domirlarni biz nima deymiz?
mabni ismlar deymiz. Yani ketib ketgan. Buningda alomatlar oshkor bo'lmay, taqdiran bo'ladi deymiz. Yani bunu mabni deb qilsanglar bo'ladi. Huwa buningda pesh o'qilishning sababi mabni desanglar bo'ladi. Azunnu annahu marid. Azunnuni kirgizib ishlaymiz, ha? Azunnu o'ylayman, gumon qilaman, annahu marid. Uni kasal deb qana qilaman, o'ylayman. Huwani anining kirishini bo'ldi, annahu bo'ldi, maridun. Qaranglar, annahu maridun. Maridunning pesh o'qilishning sababi annaning nimasi bo'ldi, xabari bo'ldi. Hu anining nimasi bo'ldi, ismisi bo'ldi deymiz. Uni kasal deb o'ylayman. İkincisi, el-mudarrisu maca, o'qituvchi kamidi. Azunnu annal mudarrisa maca'a. O'qituvchini kamidi deb o'ylayman. Qaranglar, anna ismisi nima? Mudarris. Buning zivar bo'ldi. Annaning ismisi nima bo'ladi? Zivar bo'ladi. Maca'a. Bu bir buning xabari endi pillab keldi. Xabari pill. Xabari pillab kelgan vaqtda uningki alomatini hozircha so'zlamaymiz. Endi qarab baqala. Anta tabibun, sen doktor. Endi sizni doktor deb o'ylayman demoqchi bo'lsak nima deymiz? Azunnu annaka tabibun. Azunnu annaka tabibun. Sizni doktor deb o'ylayman. Ikkinchisi huwa min al-Yaban. Uni Yaponiyadan deb o'ylayman. Azunnu annahu min al-Yaban. Uchinchisi hiya maridatun. Azunnu annaha maridatun. To'rtinchisi hum tullabun. Azunnu annahum tullabun. Xo'sh. Sizlar bu anini domirlar ketishni sizlar bilasizlar. Biz buni ilgari darsimizda so'zlab o'tgan. Shuni qolganini o'zingizlar ishlaysizlar. 11-si to'ndiqlarni o'qing deydi. Endi biz buni darsdan bir so'zlab o'tdik. Ya'ni 11dan tortib 20 qadar bo'lgan sonlarning ahvollarini tunishib chiqdik. 11 12 da birlar xonasimi, onlar xonasimi sanalg'uchiga agishib keladi. 12 dimi sanalg'uchiga mashalat keladi. Endi 13dan tortib 20 ga 19 qadar birlar xonasi sanalg'uchiga qarshi holatda aksiz keladi. Onlar xonasi mas holatda keladi. 20 da bu 20 ning erlik ayollik o'xshash. 12-si iqra ma yali. Tuandikini o'qing. Thumma uktubuhu ma'a kitabati al-arqam al-waridati fihi bil huruf deydi. Tuandikini o'qing. Ondan keyin oningda kelgan raqamlarni harf bilan yozish bilan birga yozing deydi. Endi bizga bu jumlada sonlar berildi, raqamlarcha. Biz bu sonlarni harf bo'yicha yozamiz. Masalan, kam sinnuk. Yeshingiz qancha? Endi sinnuni biz darsning boshida chish deb o'rgandik. Bunun chish degan ma'nosi mu ba. Endi bugungi darsimizda maqsad qilib o'rgatmoqchi bo'lgan ma'nosi nima ekan desanglar, yosh, sinnun yosh. Kam sinnuk? Yeshingiz qancha? Sinni 19 sana deydi. Endi mush 19 degan sonni biz harf yozamiz. Qanday yozamiz? Sanatdan aylikmi, oyollikmi? Oyollik. Sana yil degan ma'nosi bor, yosh yil. Endi 19 yoshgan yeshi. Endi 19 deganni bu oyollik bo'lg'achqa sonning birlar xonasi qanday keladi? Aylik keladi. Nima deymiz? 10 sanatan. Onlar xonasi mashalat keladi. 10 sanatan. Qaranglar. Masalan, mana 10. Talibatan ayollik bo'lganlik uchun 9 kelgan shundaqo. Sanatan ayollik bo'lganlik uchun 9 keladi. Sizlar sonlarni pishib yodlaysizlar. Ikkinchisi qara'na 14 sabha min hadal kitob deydi. Bu kitobdan 14 bat o'qidik deydi. Sabha degan bat. Sabha ayollikmi, ayollikmi? Ayollik. Unda bo'lsa birlar xonasi ayollik keladi. Nima deymiz? Qara'na 14 safhatan min hadal kitob. Bu kitobdan 14 bat o'qidik. 10 masalat keladi. Onlar xonasi. Uchinchisi fi hadhihi al-hafilati 18 rakiban va 15 rakibatan deydi. Bu avtobusda 18 er yo'lovchi, 15 ayol yo'lovchi bor deydi. Qaranglar, endi biz rakiban er yo'lovchi ekan. 18 8 degan birlar xonasi qanday keladi? Ayollik shaklda, erlik bo'lganlik uchun. Maninki rakibatan ayollik bo'lganlik uchun birlar xonasi bo'lgan 5 erlik shaklda keladi. Ammo onlar xonasi sanalg'uchi erlik bo'lsa, erlik, sanalg'uchi ayollik bo'lsa, ayollik keladi. Masalan, في هذه الحافلة 18 راكبا و15
rakibatan. Xamsa aylik keldi. Rakibatan ayollik bo'lganlik uchun. Ashirata ayollik keldi. Rakibatan ayollik bo'lganlik uchun. Samaniyata deb tavlan keldi ayollik nima uchun? Rakiban ayollik bo'lganlik uchun. Ashara aylik keldi nima uchun? Rakiban ayollik bo'lganlik uchun. Demak, bunun birlar xonasi qarish holatda, onlar xonasi mas holatga keldi. To'rtinchisi hada funduqun sagirun. Bu kichik mehmonxona. Fihi 12 g'urfa faqat. Buningda faqat 12 yataq bor. G'urfa ayollikmi, erlikmi? Ayollik. Unda bo'lsa, nima deymiz? 12 ekan, 11 2 da qanday keladi? Ikkili xonasi mas holatga keladi. Ya'ni fihi 12 g'urfatan faqat deymiz. Unda faqat 12 yataq bor deymiz. O 5-incisi qaranglar. Osman lahu 11 ibnan va 12 bintan deydi. 11 12 qanday keladi? Ikkili xonasi masala keladi. Ya'ni aylik bo'lsa ikkili xonasi aylik, 13 ayollik bo'lsa ikkili xonasi ayollik. Masalan, Osman lahu 11 ibnan va 11 bintan. Ikkili xonasi ayollik, ikkili xonasi aylik keldi. 11 12 da. Xo'sh, endi buni tushundinglar deb o'ylayman. Qolganini o'zingizlarga topshiriq, o'zingizlar ishlaysizlar. 13-si uktubil adada min 11 ila 20 waj'al kullan min al-kalimat al-atiya tamyizan laha deydi. Endi tuandagi bizga so'zlarni berdi deydi. 11 dan tortib 20 qadar yezing sonlarni va tuandagi so'zlarning hammasiga o songa tamyiz qiling deydi. Tuandagi so'zlarni sanalg'uchi qiling deydi. 11 kitob, 12 qiz o'quvchi, 13 minut, 14 kun, 15 mashina deganga o'xshash 20 ga qadar bo'lgan 11 dan tortib hammasiga birdan jumla tuzab chiqisizlar. Hammaga 20 qadar sanab chiqisizlar 11 dan tortib. Endi menda bir gap chiqib qoldi. Tamizan deydi. Tamizan degan gap desa bu aniqlig'uchi degan tushunsanlar bo'ladi. Buni farqlantiruvchi aniqlig'uchi deb tushunsanlar bo'ladi. Endi biz sonlarningki 11 dan tortib 20 qadar bo'lgan so'zlaylik hozircha. 11 dan tortib 20 qadar bo'lgan sonlarningki keyindan kelgan sanalg'uchini biz arab tilida deb ataymiz. Tamiz. Farqlantiruvchi deb ataymiz. Nima uchun farqlantiruvchi deb ataymiz degan chaqda, masalan, 11 desak, nima 11? O'qimsizlik bor. Kitaban desak, kitob desak-chi, kitob. Demak, bu kitob qanday qilib berdi? Farqlantirib berdi sonini. Shuning uchun biz sanalg'uchini biz nima deymiz? Farqlantiruvchi deymiz. Har qanday tamiz nima qiladi? Zuvar qiladi. Biz tamiz degan mav tamiz deb kelib qolsa, bu nima qiladi? Zuvar qiladi. Shunga 11 kitob demoqchi bo'lsak, 11 kitaban zuvar qildi. Nima uchun zuvar qildi? Tamiz. Nima tamiz degan? Farqlantiruvchi. Nimani farqlantirib berdi? 11 kitob deb 11 niki kitob ekanligini qanday qilib berdi? Farqlantirib berdi. Hozircha bu shuncha tushunib tursanlar bo'ladi. 14-si iqro'il misal thumma imla'il faragh fima yali ala ghirarihi deydi. Misalni o'qing, undan keyin bosh o'rinni shu bo'yicha to'ldiring deydi. Tuandagi bosh o'rinni shu bo'yicha to'ldiring. Endi qaranglar. Hamid Jav'an. Biz Jav'an sifati mushabbiha. Jav'an, atshan, kaslan, shab'an deganlarni biz, g'adoban deganlarni biz birinchi qism kitobimizda tushuntirib o'tgan. Ya'ni bu sifati mushabbiha. Sifati mushabbiha degan nima desa, odamda davom to'maydigan sifatlar. Davom to'maydigan sifatlar. Masalan, osh desak, bu oshliq odam davom to'maydi. Bir narsa desak, tuydi. Bu biz o'rganib o'tgan mamnu' min as-sarf sinaning qatoridan. Shunga bu tanvin o'qilmaydi, qo'sh tanvin o'qilmaydi, zir o'qilmaydi. Hamidun jav'anu deymiz. Jav'an birlik shakli och. Ko'plik shakli jav'an desa, jiya, fi'al o'lchimida chiqadi. Buning hammasining fi'al o'lchimida chiqadi. At-tullabu jiya'un. Maryam jav'a, ma ayollik shakli. Ayollik aylik shaklining ko'pligiga o'xshash. At-talibatu jiya'un. Ayollik aylik shakli jav'an, ayollik shakli jav'a. Ko'plik shakli jiya. Qaranglar. Hamid atshan. Hamid ussuz. Bu yerda chikiti tushib qoldi. Hamid atshan deydi. Hamid ussuz. Endi buning ayollik shakli. Amina ussuzlik to'g'ri deymiz. Amina atsha. Shu xuddi shu jav'a degan o'xshash chiqadi. Jav'a, atsha. Atsha. Endi ko'pligicha at-tullabu itashun. At-talibatu itashun. Ayollik ko'plik qanday o'xshash. İbrahim şab'an deydi. İbrahim to'q deydi. Amina to'q demoqchi bo'lsak deymiz.
Aminatu shaba'a. Amina qanday? Jav'a degan o'xshash qildi. Shaba'a. O'quvchilar to'xtamoqchi bo'lsak, at-tullabu shiba'un, at-talibatu shiba'un deymiz. Al-mudarrisu ghadbanu deydi. Buni ikki tushib qopti, ghadbanu. Endi Amina ochiqlangan demoqchi bo'lsak, deymiz Aminatu ghadba. Ghadba. Endi o'quvchilar ochiqlangan demoqchi bo'lsak-chi, at-tullabu ghidabun. Qiz o'quvchilar shunga o'xshash. At-talibatu ghidabun. Mana shunga o'xshash chiqadi ko'plikka. Ama Keslan onun bununla o'xshamaydi. Şunu alayda eskerken bunu. Yusuf Keslan. Yusuf Keslan. Hurun. Endi bunun ayollik şekli Yusufu Kesla. Ma o'xshaydi, köpükке o'xshamaydi qarama. Köpükке qarama. At-tullabu kusala deymiz. Cia'un. Fi'alun degan o'lchamga tushmaydi. Bu o'xshamaydi. Qurilmasi o'xshamaydi. Cia'un, ghidabun, itashun, shiba'un. Mavlaning qurilmasi o'xshaydi. Ammo Keslanning qurilmasi o'xshamaydi. Ya'ni at-talibatu kusala. At-tullabu kusala. Ayollığı bunun o'xshash chiqadi. Buni sizlar yodlab olsanglar bo'ladi. 11-ci tönüklerini mülayiza qiling deydi. Hamda lima biz bu tekstda azroq tushuntirib o'tdik. Lima degan nima uchun degan gap. Ya'ni limaza o'xshash. Buni alifi chiqdi tushib qoldi. Limazaga o'xshash, tang degan gap, ya'ni o'xshash ma'noda. Lima nima uchun? Limaza nima uchun? Lima kharajta min al-fasl. Sinfdan nimishga chiqding? Akharajta min al-fasl. Sinfdan chiqdingmi? Na'am. Qarang. Lima nima uchun? Endi biz baydan tekstda eslab o'tganda qarang. Sinfdan chiqdingmi? Deb bir savol so'zida na'am shundaqsa lima nima uchun? Bu odatda bir azroq ochiq kelganligini, ushtum tutliqni, tuyuqsizlikni ifodalash uchun lima deb keladi bunga. Limaza bilan limahning farqi shu. Lima darabta hada al-walad? Bu bal nima ish qilding? O'xshash limaza bilan. Endi adarabta hada al-walad? Bu bal udingmi? Na'am. Udingmi desa qo'rqmaydim dedi bu. Ha dedi. Shundaqmi? Ha, udum degan ekan. Lima nimishqa? Dema tiz odatda mushundaq limah deb ishontilinadi. 16-si uktubil asma al-atiya majruratan va mansubatan deydi. Tuvandagi ismlarni zir holatda va zor holatda qanday qiling? Yezing deydi. Xo'sh. Endi buni faqat sizlardan talab qilinadiganini ismlarni, o'sha birga ismlarni pashlik zirlik holatda kitoblarga yozsanglar bo'ladi. Masalan, kitabun nima deb turibdi? Kitabin, kitaban. Shundaqo kitabun, kitabin, kitaban. Endi hamidunni hamidun pashkalati bo'lib bo'ldi. Hamidin, hamidan. Xalidun, xalidin, xalidan. Shunga o'xshash. Beytun, beytin, beytan. Rajulun, rajulin, rajulan. Saatun, saatin, saatan deganga o'xshash yozinglar. Mikwatun degan dazmal degan gap, ha. Sabbura, doska, madrasa, maktab. Buni kitoblarga o'xshaysizlar. 17-si ta'ammal mayali, tuandagilarni muloyiza qiling deydi. Xo'sh, biz hatini ilgirki darsimizda bir qatam uchratgan. Hati bo'lsa keltiring. Ammo bu mo fi'il, lekin bu buyruq shaklidagi fi'il. Ya'ni fi'il amr deymiz, buyruq shaklidagi nima? Fi'il. Endi bunun erlik va ayollik va ko'plik va birlik va. Hati bu erlik birlik shakli. Hati ya Ahmad. Ahmad keltiring. Yani bir adamga demoqchi bo'lsak, hati deymiz. Endi ko'p adamga keltiringlar demoqchi bo'lsak, deymiz? Hatu deymiz. Hatu keltiringlar. Erlik, erlik demoqchi bo'lsak. Hati keltiring ey Suat. Ayollik birlik shakli hati. Hatina ayollik ko'plik shakli. Nurg'un ayollarga keltiringlar demoqchi bo'lsak, hatina deymiz. Hatina ya axavat. Ey qiz qarindoshlar, keltiringlar degan gap. 18-mashq bu sizlarga topshiriq. Buni cho'qim ishlamasanglar bo'lmaydi. Uktubil ayatil khamsatil ula min suratir rahman deydi. Surah Rahmanning 5 oyatni yezing deydi. Daftaringizga yezinglar. Bu mashq sizlarga nima o'rgatmoqchi? Yezish ne o'rgatmoqchi. Bu cho'qim ko'nmasanglar bo'lmaydi. Va suratul hadid va surat naba. Surah Hadid, surah Naba va surah Rahmanning 5idan surning har birisining 5idan 5 oyatdan jami 15 oyatni daftaringizga yozinglar. Bu sizlarga topshiriq. Xo'sh. Unda bo'lsa arkadaşlar bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.